Sport meni bir bo'lagim, u doimiy bu hobbi desam bo'ladi. Bu meni ajralmas bo'lagim. Birinchi navbatda o'sha oyoqqa turish, yanada ko'proq kattaroq yutuqlar, natijalarga erishish. Endi har holda sportchi bo'lganmiz, yengilmaymiz. Men Husanov Jahongir 1992-yili Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tug'ilganman. 2007-yilda endi surxondaryoliklar baribir hammasi tug'ma kurashchi bo'ladi. Shuning uchun 2007-yil Termiz olimpiya zaxiralari sport kollejida o'qishni boshlab, dzyudo fakultetida tuman viloyat birinchiliklarida qatnashib, keyinchalik harbiy xizmatga borib keldim. U bilan keyin o'sha imtiyoz asosida 2013-yilda O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga qabul qilindim. Yoshlar ijtimoiy harakatida universitet sport va salomatlik ekologiya yetakchisi bo'ldim. O'sha sport orqasidan. U yerda ham bir qancha universitet, shahar birinchiliklarida qatnashdim. Va 2016-yilda shu baxtsiz tasodif tufayli universitetiga saralash vaqtida kurashda noto'g'ri yiqilib, bo'yindan jarohat olib, orqa miya jarohati tufayli hozirda shu koleskada bo'lib qoldim. Hozirda o'sha yelkadan pastida harakat cheklangan. O'sha yaqinlarim yordami bilan yana o'qishni bitirib tamomlab oldim 2019-yilda. Avvalo eng hozir birinchi navbatda o'sha oyoqqa turib Xudo xohlasa yanada ham hozir jamiyat oldida ko'proq xizmatda bo'lish, ota-onamda xizmatda bo'lish, yanada ko'proq kattaroq yutuqlar, natijalarga erishish. Endi har holda sportchi bo'lganmiz, yengilmaymiz.